Shou-biznes malikasi Munisa Rizayeva ayollarga kuchli va samimiy murojaat bilan chiqdi. Uning aytishicha, ko'plab ayollar unga havas bilan qaraydi. Ba'zilar hatto uning hayotini ideal, orzu qilinadigan darajada deb o'ylaydi. Munisa bu havas nigohlarini yoqtirishini yashirmadi, ammo bir muhim haqiqatni ham aytdi. Bu ijtimoiy tarmoqlardagi hayot mening to'liq hayotim emas. Uning so'zlariga ko'ra, har bir oilada sinov va qiyinchiliklar bo'ladi. Ayniqsa oxirgi 2-3 yil uning hayotida ham oson kechmagan. Shunday bo'lsa-da, u qiyin kunlarda yonida turgan oilasiga minnatdor ekanini ta'kidladi. Munisa ijtimoiy tarmoqlarda faqat yaxshi kunlarni ulashishini, muammolarni esa oshkor qilmasligini aytdi. Chunki ayrim narsalar faqat oila doirasida qolishi kerak. U ayollardan bir narsani so'radi. Instagramdagi chiroyli ko'ringan hayotlarga ko'r-ko'rona ishonmang. Kadr ortida hamma narsa boshqacha bo'lishi mumkin. Murojaat so'ngida esa ayollar uchun baxt sirini aytdi. Avvalo o'zingizni seving. Eringizni ham, farzandingizni ham sevishdan oldin o'zingizni qadrlang. Chunki o'zini sevgan ayol haqiqiy baxtni qura oladi. Menga ko'pchilik yoshlarida Munisa opa, shunaqa havasim keladi hayotingizga, oilangizga ko'z tegmasin, shunaqa zo'r, men ham shunaqa xohlayman deyishardi, lekin aslida bilishmaydi orqasida qancha mehnat bor va qancha yaxshi kunlar va yomon kunlar bor. Men bilasizlarmi, mana shu 2,5 yil bo'ldimi turmushga chiqqan bo'lsam, juda ham ko'p sinovlardan o'tdim-da. Yaxshi kunlardan, yomon kunlardan. Albatta men hech qachon shu Instagramga chiqmayman, gapirmayman, ko'rsatmayman ko'p narsalarni. Men o'ylaymanki, bu meni shaxsiy hayotim va shaxsiy hayotimda faqat men va meni oilam bo'lishi mumkin. Albatta Instagram va muxlislarim xalq emasda. Lekin bitta narsani men sizlarga aytmoqchiman, barcha ayollarga-da. Birinchi o'rinda albatta o'zingizni qo'ying. Eringizni emas, farzandingizni emas, o'zingizni. Qachonki o'zingizni tanlasangiz, qachonki o'zingizni sevsangiz, o'shanda xo'jayiningiz ham, farzandingiz ham hurmat qiladi, xo'jayiningiz ham hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Qachonki biz mana shu o'zimizni yo'qotib qo'ysak, o'zimizga qaramasak, o'zimizni tanlamasak, yaxshi ko'rmasak, sevmasak, o'shanda atrofdagi insonlar ham bizani unutib qo'yishar ekan va hurmat ham qilishmaydi, sevmaydi ham. От любви до ненависти один шаг deydi-ku. Shu uchun qizlar o'zinglarni sevinglar, o'zinglarni tanlanglar. O'zinglarga juda ham katta e'tibor beringlar. Bu juda ham muhim narsa. Nafaqat oilada, o'zi aslida juda ham muhim narsa. Tanlovingizni hurmat qiling, o'zingizni hurmat qiling. Chegaralar qo'ying. Men o'ylaymanki, bu juda ham muhim narsa odamning hayotida. Вот. Bilasizlarmi, biz ko'p narsalarni odamlardan kutamiz-da. Hech qachon odamzoddan hech narsa kutmang. Siz sevasizmi, siz seving. U sevadimi sizni, sevmaydimi sizni, uni ishi, uni tanlovi. Lekin sizlar sevsangiz, seving. Просто tak. Kutmasdan, hech narsa kutmasdan. Odamlardan. O'zi aslida hech narsa hech kimdan kutish kerak emas. O'shanda menimcha siz baxtli bo'lasiz. Chegaralar juda ham muhim. Va o'zni qadrlash deydi-ku. O'zingizni qadrlang. Ayollarimiz. Shu uchun Munisa opa, orzu qilaman sizdagi hayot. Men havas qilaman deyishganda kulgili bo'ladi. Chunki hech qanaqa havas qiladigan joyim yo'q. Juda ham ko'p qiyinchiliklar, juda ham ko'p narsalardan o'tdim, o'tyapman bugungi kunda ham. Chunki hayot mobaynida doim sinovlar bor, bo'ladi. Biz bu narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Allohni tanigan inson, iymonli inson albatta hech qachon xafa bo'lib yurmaydi. Doim shukr qilib yashaydi. Allohga rahmat deydi, yaxshi kunlarga, yomon kunlarga. Bo'ldi, muhabbat bilan yashaydi. Muhabbat ichingizda bo'lishi kerak hamma narsaga nisbatan.
То есть скоро Qaynanam ужин на kartoshka ужин. qilib qo'ydilar. Картошка. Картошку сварила мама. Моя любимая свекровушка, за мной ухаживала. Любовь моя. Сказала, что в детстве так лечили. Да, мам? Да, главное доесть потом. Есть будешь ты их. Вот. Да? Kartoshkani shunaqa pishirib, Вот. shunaqa qo'yib qo'yarkansizlar. Tomog'inglar og'risa, Классная штука. bronxinglarga o'tib qolsa, shunaqa qilarkansizlar. Zo'r narsa ekan, zo'r effekt beradi dedilar qaynanam menga. Почему она только называется? Bundan bir necha kun oldin esa Munisa Rizayeva sog'lig'i bilan bog'liq og'ir davrni boshdan kechirayotganini aytgandi. U jiddiy dard sabab bir muddat yotib qolganini, hatto o'rnidan turish ham oson bo'lmaganini tan olgan edi. Bu xabar ko'pchilikni tashvishga soldi. Ammo aynan shu qiyin paytda u yolg'iz emasligini ham aytdi. Munisa qaynonasi kelib, unga mehr bilan g'amxo'rlik qilayotganidan juda ham mamnun ekanini ta'kidladi. Shunday paytda yoningda turgan insonlarning qadri bilinadi degan edi u. Assalomu alaykum barchaga. Men kasal bo'lib qoldim. Shunaqa darajada kasal bo'lib qoldim, joyimdan turolmayapman. Я заболела очень сильно. До такой степени, что с места встать не могу. Из-за этого и потерялась. Yo'q qoldim shu uchun. Bilmayman qanaqa shunaqa bo'lib qoldi, lekin doim shu Dubayga kelsam kasal bo'lib qolaman. Каждый раз, когда прилетаю в Дубай, я заболеваю. Ой, страшные вирусы какие-то здесь ходят. Juda qo'rqinchli viruslar yurar ekan shu Dubayda. Har safar shu yerga kelganimda kasal bo'lib qolaman. Берегите себя, берегите свое здоровье. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar iloyim. Qanchalik meni Alloh sevadi-da. Kasal bo'lib qoldim, qaynanam uchib keldilar. Bizga qaraydilar endi. Onada hech kim qarolmaydi baribir shu uchun. Ona uchib keldilar. Bizga qaraydilar. Мама теперь будет ухаживать за нами. Меня Бог так любит, что свекровь мою отправил к нам. Она будет за мной ухаживать, готовить мне вкусные блюда. Мама мне кабачковую икру привезла, квашеную капусту. Что еще, мам? Анчоусы. Анчоусы привезла. Чаи, посмотри, какие. Чаи. Ого. Самого крутого магазина. Ладно, сейчас покажу своим подписчикам Аскорстмановым Кегенларину. Масло трюфельное, его можно... Мне моя любимая свекровь привезла капусту квашеную. Да, мама? Да. А я, знаете, вчера кимчи купила себе. Лиза, ты попробуешь сейчас эту нашу квашеную капусту, просто обалдеешь. Да? Да. Такая вкусная. Ты знаешь, что это нам... Ничего не давай. Да, просто мне дай ножницы. Каменном учбе. Мам, что вы сегодня будете для нас готовить? Ой, у нас сегодня будет фантастический рыбный ужин. Ага. Мы сегодня сделаем мидии. Креветочки. Мы сегодня пожарим креветки. И мы сегодня сделаем карпаччо из говядины. Ого, вот это да! Вкуснятина. Да.